Assalomu alaykum, Yakov House obunachilari. Bugun City'damiz. Yo'lning ustida Vatan to'yxona boshining dik yanında 2 qavatli 200 metr kvadrat qurilish ostida shu ulli qurilgan 100% pod ключ, eng asosiysi sentralniy kanalizatsiya ulangan. Bunday hovlijoylar bilasiz, sentralniy kanalizatsiya ulangani dimkam bo'ladi. Hovlijoyni ko'rib chiqamiz. Agar giraverishimiz shuningdek prixожий zona отдельный bo'lgan yaxshi bilasizlar. O'shada gimda ko'shlar qolaveradi. Reyestrlar qo'yilgan birinchi qavati cho'pli pol plus reyestr. Вообще zo'r bo'ladi, hammom bo'ladi. Giraverishimiz dalan. Ko'rib turibsizlar dalanning kattaligini. Bunda bir reyestr ko'rib turganingizdek, bunda yana ikkinchi reyestri. Plus cho'pli pol. Kattaligini ko'rib beradi dalanni. Shu ikkinchi qavatni depasi ochiq dim yakadi mana. Вообще zo'r bo'ladi. Bu yerimiz zal yakınlar. Zalni ko'rib turibsizlar yana kattaligini. Вообще ajoyib tushgan. Eshikning oldida yana parkovka mestalari ham bor. Sentralniy kanalizatsiya asosiysi. Endi binoning to'g'risi bo'ladi bu. Asfaltdan kirib chiqib yuribsizlar. Yaqinda endi bu tarafga o'tadigan bo'lsak, chap qanotda yuvishxonasi bo'ladi. Hamma narsalar tayyor, patologgacha kafillar bo'lgan. Bu yerimiz spalni kattaligini ko'ringlar, вообще zo'r tushgan. Katta bo'lib. Bu tarafda esa oshxonamiz bo'ladi. Oshxonaning kattaligi ajoyib, полный кухонный garnitur jihozlari bilan sig'andan tashqari bu yerda stoloviy zona desangizlar ham bo'ladi. O'tirib ovqatlanmoqqa. Orqada endi bog' tarafdan ko'rib beramiz akillar. Shunday bir zelenyy zona qolgan, pastda podvallar ham bor. Garajimiz 2 splashnoy prolyot bo'ladi, yana bu podval qismi, ya'ni garaj qismi, mashina qo'ymoqqa. Bu tarafda esa ikkinchi prolyoti. Yakillar полный odam bo'ylaydi. Görüşeceğiz mümkün. Beni xohlan ishlaringizni qilib beraverasizlar. Ya'ni 2 etaj emas, minus 1-chi qavatdan bor, почти 3 etaj. Yaqinda endi 2-chi etajni ko'ramiz. 2-chi etajga chiqarishimizda shuningdek bir lestnitsalar qo'yilgan, oppoq bo'lib. 2-chi qavatga chiqqanimizda qaranglar, 2 spalni zal bor. Endi bu yuqoridagi vidi. Birinchi chetdan ko'rib ketamiz. Bu yerimiz 1 spalni. Bu yerimizde ikinci spalnisi yakınlar. Aboylanamiz zo'rundan tanlabdilar. Patologlar ham cho'tki bo'lib ishlangan. Ikkinchi qavatda mo'q videoroliklarımda aytib o'taman, sanuzel qo'yish shart. Ikkinchi qavatdagi sanuzelimiz. O'zini bo'ylari bilan turibdi. Bu yerimiz yana zal. 2 zal, 3 spalni. Cho'tki hovlijoy tushgan. Bu tarafimizda balkon ham bor. Balkonni ko'rib berishimiz mumkin. Hamda yana yo'l ham ko'rinib turibdi. Mashina qatnov qismi o'tib turibdi yana. Yaqinda hovlijoyni polnosti ko'rib chiqdik. Yo'lning ustida sentralniy kanalizatsiyali 200 metr kvadrat, pastida podvallar ham bor. Narxi shokolad narxda $125,000 primoy egadan. Egan nomerni qoldiraman pastda. Qo'l siltab savdolashaverasiz. Shuning ichida döşəpən beraman deb turibdilar, illyustralarni ham qo'yib beraman deb turibdilar. Yakov House'dan manda sayt ozgina skidga yetib beraman dedi. Pastda nomerlar bemalol murojaat qilavering.